Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun 28 fevral 2026 yil. Biz bugun biogomuslarimizni elayapmiz. Bir sifatini ko'rsatib o'tiraman. Mana shunday holatda biogomuslarimiz. Hozir sotuvlarni amalga oshiryapmiz. Yuklangan jarayonlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga navbatdagi dastavkamiz. 2 tonnaga zakaz olgandik, 1 tonnasini yuklab Laboda jo'natyapmiz. Bugun ikkinchisini ham, ikkinchi tonnani ham jo'natamiz. Bunisidan ham video qilamiz, xudo xolasa. Ya'ni videomiz davomida uni ham ko'rib o'tasiz. Biogomuslarimiz hali juda ham ko'p. Buyurtmalarni olishda davom etyapmiz. Bu yoqda chuvalchang terish jarayoni. Chuvalchangga zakaz bordi, shuni yetkazib berish uchun zich holatda terishda amalga oshiryapmiz. Chuvalchanglarimiz mana shu reaktorlarda mana shu holatda. O'ta zich holatda. Chuvalchang kerak bo'lganlar ham aloqaga chiqishlari mumkin. Chuvalchang ham sotyapmiz, bu aytib o'tganimizdek. Mana bular. Reaktorni xohlagan yeridan ko'rsatishim mumkin. Ana shu holatda. Shakamiz olib ketyapti. 1 tonna biogomus. Bekitib tashladingizmi? Mana shunaqa yashil qoplarga qopladik. Ba'zi bir buyurtmachilar ichiga klonka qo'yin deyapti. Unga klonka ham qo'yyapmiz. Buyurtmaga qarab. Ekran ostida raqam qoldiramiz. Biogomus yoki chuvalchang kerak bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Hammaga rahmat.